İsmim, yani sosyal medya marketing novi. Bu sizni biznes için gerekmi o'zi? Men 5 oy tajribaga ega SMM menejerman. To'g'ri, 5 oy kichkina vaqt, lekin men shu 5 oy ichida aytgan xatolarimni sizlarga yoritib boraman. Чтобы sizlar keyin shu xatolarni qilmasligingiz uchun. Men 5 oy ichida restoran sohasida va yana qurilish mollari do'konida SMM menejer bo'lib ishlaganman. SMM, ya'ni social media marketing novi nima sababdan kerak? Bu savolga shunday javob borki, ba'zi biznesmenlar, ya'ni tadbirkorlar aytadiki, SMM mening biznesim uchun kerak, kim katta rol o'ynaydi deydi. Lekin ba'zilari SMM quru havo pul sarflashdan odamlarni topiladi. SMM, ya'ni social media marketingdan havo pul sarflashmi o'zi? Yo'q. Mana shunday javob borki, hozirgi zamonda ko'pchilik odam Instagram, Telegram, YouTube va TikTok sahifalarida o'z vaqtini o'tkazadi. Endi sizning tomoningizga odam bo'lsak, sizning tovaringiz shu ijtimoiy tarmoqlarda ko'rinmasa, zo'r mahsulotingiz bor, faqat eng zo'rlari bor. Lekin shuni boshqa odamlar neden biladi? Shuni o'zi SMM uchun kichkina javob bo'lib biladi. SMM sizga nima ishlab beradi? SMM Instagram, YouTube va boshqa platformalar uchun strategiya tuzib beradi, kontent plan tuzib beradi. Bu orqali siz sotuvingizni oshirishingiz mumkin bo'ladi. SMM uchun menda shunday javoblar bor. Yana sizga savollar bo'lsa, direktdan yo bo'lmasa kommentariya yozing, men sizga javob beraman. Meni yo'qotib qo'ymaslik uchun obuna bo'lib qo'ying. Hali bundan ham foydali, bundan ham qiziq kontentlar oldimda.